Mana kattaligi kattagina ekanda, endi tepa qismidan kichkinaga o'xshaveradi. Yon tomondan bunday qaraydi-da, yon tomondan qaraganingizda kattagina ekan. Mana yigirma. Asosan mana shu bo'g'imlarda bo'ladi bu yigirma. Xavfsiz, suyuqlik bilan to'lgan kaptoshka bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bo'g'imni shamollashini hisobiga hosil bo'ladi. Endi o'lchov birligini qarayotgan bo'lsangiz, mana o'lchov birligini chizamiz mana. Chizsak, mana kattaligi kattagina ekanda, endi tepa qismidan kichkinaga o'xshaveradi. Yon tomondan bunday qaraydi-da, yon tomondan qaraganingizda kattagina ekan. Bu bo'g'imni ichida bo'ladi. Bo'g'imni ichidan otashab turib, o'sha joyini tichib qo'yamiz. Shu bilan qaytib hosil bo'lmaydi. Tushunyapsiz mana? Buni ora bo'lyaptimi? Bo'ldi. Buni olib tashlaymiz aka. Kelaverasiz, ertaga kelasiz, yotasiz, indinga olib tashlaymiz, keyin bir kun yotasiz, bir kundan keyin javob beraman. Faqat bir 15 kun davomida qo'lga gips qo'yib qo'yamiz. Anu tutgan joylarimiz, shu yigirma olgan joylarimizdagi qopchalarini yaxshi tichib qo'yamiz-da, shu joy yaxshi tabaraka bo'lib olish kerak-da, qaytib hosil bo'lmaydigan bo'lib olish kerak. Tushundingizmi? 3 kun vaqt ketadi. Chunki bekorga lichina qilmaydi. Agar lichinada so'rilib ketsa, bu yaxshi degani, so'rilmagandan keyin uni olib tashlagin deyapti. Ya'ni organizm uchun og'riq berayotganini olib tashlaymiz. Og'riq beryapti-ku sizga. Ha? Ko'payib ketib qoldim. Bo'ldi.